Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun men sizlar bilan birgalikda biroz qisqacha tanishib olmoqchiman. O'zim haqida dastlab qisqacha gapiradigan bo'lsam, ismim Olimjon, familiyam Mamajanov. Manzilim Namangan viloyati. Kasbim matematika va informatika fani o'qituvchisi. O'qituvchilikdan tashqari YouTube va Zen bo'yicha qo'shimcha mashg'ulotlar olib boraman. Xo'p, biz bilamizki, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar, umuman sun'iy intellektlar, neyro tarmoqlar nihoyatda rivojlanib ketdi. Ana shu neyro tarmoqlardan unumli foydalangan holatda Zen platformasini ishga tushirib, Zen platformasi orqali daromadgacha, ya'ni noldan daromadgacha chiqish imkoniyati mavjud. Men aynan shu Zen platformasi bo'yicha ish olib boraman. Sizlar bilan Zen platformasi haqida gaplashaman. Bugun ya'ni Zen platformasida qanday qilib daromadga chiqish mumkin, hammasidan noldan sizlarga batafsil tushuntirib beraman. Undan oldin men sizlarga kanalimni ko'rsatib bermoqchiman, ya'ni namuna uchun ochilgan kanalimni statistikalari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Demak, namuna uchun ochilgan Zen kanal statistikalari va daromadi bitta kanalim bor. Ana shu kanalni, ya'ni namuna uchun ochilgan kanalni sizlarga ko'rsataman. Ya'ni nomi Aleksey Pisatel. 981 ta podpischigi bor. Ko'rib turibsizlar. Va statistikalar bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, 1 soatlik statistika 3625 bo'lyapti. Hozir o'rtacha stabilni ana shu tarzda ketyapti. Bu narsa tushishi mumkin, ko'tarilishi mumkin. Ya'ni bu mendagi agar kanalimda nima qiladigan bo'lsam, 10,000, ya'ni 1 soatda 10,000 pakazgacha ko'tarilgan, 5,000, 6,000 prosmotr 1 soatida shunaqangi natijalarga chiqqan kanal hisoblanadi. Bu kanal monetizatsiyaga ulangan, ya'ni qanchada ulanganligi haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Bu kanal 2 oy oldin ochilgandi va kanalni 40 kun ichida monetizatsiyaga tayyorlab borildi va 40-kuni monetizatsiyaga ulandi va mana shu ulangan vaqtdan beri 2 hafta bo'lmadi hali. 2 haftaning ichida bu kunlik dohodi 1200 rublgacha chiqdi. Hozir men sizlarga shular haqida ham gaplashib, ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rib turibsizlar, birinchi kunlari 300 rubldan boshlab ishlab ketdi. 300 rubl, 350 rubl, 330 rubl, 340 rubl va hokazo kelib, oxiri 8-iyun kuni 1233 rublga ham chiqdi. Shu yerda chiqadi shunaqa. Ya'ni standart stabilniy 1000 rubldan ishlayapti kanal. Masalan, hisoblaydigan bo'lsak, bitta kanal o'zi agar 1000 rubldan, где-то 1000 rubldan hisoblaydigan bo'lsak, bir oyda 30,000 rubl ishlaydi va bu pulga chaqadigan bo'lsak, o'zbek so'miga chaqadigan bo'lsak, где-то 5 millionga yaqin kanal hisoblanadi. Agar siz 5 ta shunaqangi kanal qiladigan bo'lsangiz, bu bir oylik dohodingiz, bir oylik daromadingiz 25 million so'mga chiqishi mumkin. Ya'ni agar dollarda hisoblaydigan bo'lsangiz, $2000 hisoblanadi. Do'stlar, bu kanalni ochganimizdan so'ng, namuna uchun ochilgandan so'ng Telegram kanalimni ham ochdim. Telegram kanalimda shu o'quvchilar ham birgalikda nima qildik va bir nechta o'nlab 15 talab o'quvchilar birgalikda ochib ishladik va mana shu o'quvchilardan sizlarga hozir bir ikkita uchtasini ko'rsataman. Ularning statistikalarini marhamat tomosha qilishingiz mumkin. Birinchi o'quvchimiz. Assalomu alaykum. Meni ismim Najat. Men o'tgan hafta bozor kunida olmagan ochib beruvdim. Mana shu meni ustoz o'zlari nima bilan anglizdan ulanib nimalarimni mana ko'ringlar. Kanal yaxshi yuribdi. Kanal to'g'ri ochilsa
ko'rilish ham bo'lar ekanda. O'sha safar o'zim qila olmaganman, shuni noto'g'ri ochish bo'lgan. Mana rekomendatsiyasi ham ochildi. Hammaga nima qolaman, nima deydi? Tavsiya beraman, qilinglar, ochinglar. Ikkinchi o'quvchimiz yoshlari 60 yoshdan balandroq. Bu o'quvchimiz amakimiz ham Zen kanal ochib yurgizyaptilar. Hech qanaqangi harakatdan to'xtab qolmayaptilar. Yoshlari katta bo'lsa ham qiziqib mana shu sohaga kirib, kanallarni ochib ishlab yotibdilar. Hozir men shularning videosini sizlarga qo'yib beraman. Olimjon, qarang-da, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Bu yerda mana auditoriyani hozir tushib qilsak, qarang-da, mana ochilganini rekomendatsiya ochilib ketdi. Bugun ochildi, hozir mana 1% bo'ldi, ochilib ketdi ura. Zo'r. Hammaga taklif qilaman. Xo'p. Uchinchi o'quvchimizning fikrlari. Assalomu alaykum barchaga. Men ismim Zilola. O'rnagan darsligi asosida kanal ochgandik. Mana o'sha kanalimiz yaxshi yuryapti. Kanal 24-da ochilgan. O'sha pokazlar berish boshlangan. Mana o'qishlar boshlangan. Videolarimiz juda yaxshi ko'rilyapti. Hozir umumiysini ko'rsataman. Pokazlarimiz 1400 da oshdi jami. O'qishlar ham mana o'sha 26 da o'qildi deb qo'yamiz. Va eng qizig'i o'sha minut berishda boshlandi. Mana 2 minut, 3 minut o'ynadi. Xuddi mana shunday jami bo'lib 21 minut yig'ildi. 10 kun ichida. Juda ham yaxshi degani. Rahmat kattakon Olmakaga bilmaganimizda so'ragan vaqtda qo'llab-quvvatlayapti, yordam beryapti. Oson darsliklar tushunarli, barchangiz o'qingizlar, ko'p vaqt ketmaydi. Rahmat kattakon. Hurmatli do'stlar, ko'rib turibsizlar. Bu namuna uchun 2-3 o'quvchilarni qo'ydim bu yerga. Juda ham ko'p lichkamga tashlab qo'yishgan, lekin hammalarini ham qo'yishga hozir uspet qilmadim. To'g'risi, bitta narsa, ya'ni haqiqatdan ham Zen kanalida pul ishlasa bo'ladi. Bu real, aniq, hayotiy narsa. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Zen kanal oching, bemalol daromadga chiqib, qo'shimcha o'zingiz uchun foydali bir daromadli kasb egasi bo'ling. Shu bilan bugungi videomiz tugadi. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat.